Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchayapsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Xo'p, bugun bizada zapis ovoz bor, ketdi. Bugungi sanamiz 11-iyun soat 23:15. Bizga berilgan paralarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, crash 1000, boom 1000, crash 900. Bizada hamma crash boom paralariga, jump 5 ta parasiga, step index 5 ta parasiga, volatility 10 ta parasiga signal zonalar berilgan edi. Qani ko'rib chiqamiz bular qanday ishlagan ekan. Xo'sh, Telegramdan chiqib qo'yamiz akalar. Xo'p. Birinchi bo'lib volatilitydan boshlaymiz. Volatility 10 parasi nima qildi? Bizning zonalarimiz qanaqa ishlaganini ko'rib chiqamiz. Zonani o'zi biz abeta bergandik. Xo'p, 12 da bergandik. 12 dan 30 daqiqa o'tganda tasdiq bergan, kirib bergan, harakat qilishni boshlay bergan, buni 1 ga 2 satnashida birinchi yurib bergan. Keyin ozgina qaytargan, keyin bayga tasdiq, selga tasdiq, bayga tasdiq qilib bergan, lekin normal harakat qilib bermagan. Lekin asosiy harakat selga bo'lgan ekan, selga ham tasdiq berib, qayta kirish qilib, retest berib ketgan ekan akalar. Asosiy harakat bu yerda agar stop loss olgan bo'lsa, stop lossdan qoplaydigan darajada yurib bergan. Volatility 10 dan keyin volatility 10s parasini ko'ramiz. Volatility 10s parasida xo'p, bizda ikkita zona bo'lgan ekan akalar. Xo'sh, 12.5 da berganimizda, 12 da zona berganimizda birinchi zonadan chiqib, tasdiq berib, retest berib, birinchi zonadan selga harakatlangan ekan. Xo'p, keyin soatda 12:30 da selga tasdiq bergan, 16:30 da retestga keri beryapti. Bu zonamizdan 1 ga 1, bu zonamizdan 1 ga 2 satishini yurib beryapti akalar. Hozirgi vaqtga kelib esa soat mana 22:00 da bayga tasdiq bergan, hozir bay retestda turibdi ekan. Volatility 10s dan keyin volatility 25 ni ko'rib chiqamiz. Volatility 25 ga bitta zona berilgan ekan akalar. Xo'p, soat 12 da berilgan bizning zonamiz. 12 dan o'tib berilgan ekan. Asosiy xo'p, ertalab soat 6 da tasdig'ini bergan. 7:00 da retest kirib bergan, bir harakat qilib bergan, keyin yana 1 ga 2 satishini yurib bergan. Soat 11:15 yana bir retest kirib bergan, yana 1 ga 2 satishini yurib bergan. 1 ga 1 satishini qabul qilaylik buni. Xo'p, bu yerda manipulyatsiya qilib ozgina bagga buzib qo'yibdi. Keyin yana asosiy selga tasdiq bergan. Retestga juda ham chuqur retest kirib berib, 1 ga 3 satishini yana yurib bergan akalar. Volatility 25 juda ham chiroyli ishlab yuribdi. Volatility 25 1s ko'rib chiqamiz. Volatility 25 1s'imizni qaranglar akalar, qanaqa chiroyli ishlagan. Xo'p, biz zonamizni soat 12 da bergandik bugun. Bayga tasdiqda turgandi. Birinchi etapda 14:15 da retest kirib berib ishlab bergan, 1 ga 1 satishida ishlab bergan. Ikkinchi etapda yana kirib berib 1 ga 2 satishida ishlab bergan akalar. Mana bu birinchi harakatimiz. Ikkinchi harakatimiz juda ham chiroyli ishlab berdi ekan. Volatility 25 dan keyin volatility 50 parasini ko'rib chiqamiz. Volatility 50 parasida bizda ikkita zona bor edi. Xo'p, birinchi biza signal bergan vaqtimizni ko'rib chiqaylik-da. 12 da berganimizda bayga tasdiq holatda turgan ekan, retest yo'q edi. Va bizga mana soat 17:15 da o'rtasigacha chuqurga retestga kirib berib, asosiy harakatda juda ham chiroyli yurib bergan akalar, buni qaranglar. 3% dan ziyod yurib beryapti. Volatility 50 bizdan juda ham erkalatgan kun ekan bugun. Volatility 51s ni ko'rib chiqamiz. Volatility 51s'imiz bizga zona bergan vaqtimizda 12 dan o'tganda, xo'sh 12:45 da retest berib, asosiy harakatni aynan shu zonadan qilib ketyapti akalar, qaranglar. 4% dan ziyod akalar. Volatility 51s juda ham chiroyli, bir marta retest bilan, 3 retest bilan juda uzoq muddatli yurib bergan. Volatility 75 parasi ko'ramiz. Zapis. Volatility 75 parasida bizda ikkita zona bor edi. Bugun hisobda aktual ishlaydiganlarimizdan. Bizga zona bergan vaqtimizda 12 dan o'tgan edi. Mana bu holatda edi. Xo'p, bu nima qilganini ko'ramiz. Birinchi 12:40 xo'sh, raunda 1 da bayga birinchi zonamiz tasdiq bergan, retest bermagan.
Xo'p, keyingi zonamizni tasdig'ini 4 ta beryapti. Soat 4 ta bayaga buzib yopilyapti. Bitta M15, ikkita M15 zonamizga chuqur retez kirib beryapti va harakat qilib beryapti shu zonamizdan. Aynan shu zonamizdan. Volatililar juda ham yoqyapti menga akalar. 2,5% ni yaqin yurib beryapti. Xo'p, volatililik 75 dan keyin volatililik 75 bir S ko'ramiz. Bay. Xo'p, soat 12 da biz zona bergandik. Bu selga tasdig'i bor edi. 11:30 da retest berib ketgan ekan. Hozir 21:45 da yana retestga chiqib beribdi. Yana harakat qilishi kerak shu zonadan. Qo'rqmaymiz akalar. Agar buni bayga tasdiq berib M15 da bag tepaga buzib yopilsa, retestdan bay teramiz. Baribir buni asosiy harakatini qayoqqa ketayotgan bo'lsa ham harakatni ushlasak bo'ladi shu bugun. Toki ertaga men zona berganimcha. 75 bir S ketdi. Volatililik 100 ni ko'rib chiqamiz. Volatililik 100 ni ko'rsak, nima deyapti? Asosiy harakatni zonalarimizdan harakatlanyapti, to'g'ri. Mana bu yerda bayga tasdiq bergan, 3 retest kirib bergan, ketgan. Bu yerda bayga tasdiq ikkinchi zonamizdan bayga tasdiq bermagan ekan, lekin shu zonadan bitta qayta berish, shu zonaga kirib berib yana ketyapti. Biz zonamizni 12 da bergan edik. Bozor u vaqtda, o'sha vaqt ana bu holatda edi akalar. Qaranglar. Bayga tasdiq beryapti, retest kirib beryapti, ketyapti akalar. Bu juda ham nechi foiz, nechi punkt yuryapti. Xo'p, kamida birga 3 soatni zonalarni ushlab bozordan chiqadigan bo'lsak ham bizga yaxshigina foyda beradi akalar. Xo'p, volatililik 100 ketdi, volatililik 100 S ko'ramiz. Volatililik 100 S bizda, xo'p, biz zona berganimizda soat 12 da edi. 12 da zona berdik, selga tasdiqda edi. Bu zonamiz o'zi ham qaranglar, selga tasdiq bergan, retesga chiqib bergan, harakat qilib bergan. Xo'p, keyin nima qilyapti? Bayga tasdiqda soat 16:15 da bayga tasdiq beryapti. Retes kirib beryapti, harakat qilyapti. Ishlayapti akalar. Juda ham chiroyli ishlayapti zonalarimiz. Xo'p, endi boom paralarini ko'ramizmi yoki step ko'ramizmi? Stepni ko'ra qolamiz. Step index 100. Step index 100 qanaqa ishlagan akalar? Mana bu zonamiz biza xo'p 12 da bergan edik. To'g'ri, 12 dan o'tib bergandik. Zonalarimizdan kuchlanib olib ketyapti. Mana birinchi zona, ikkinchi zona qilib belgilab berilgan, lekin retesga chiqmagan. Step 100 chiqmagan. Step 200 ni ko'ramiz. Step 200 tasdiq yo'q, hozir sel zonaga yaqin, juda ham yaqin kelib qolibdi. Shu yerdan sel ishlab ko'rsak bo'ladi. Bu ham hali imkon bermagan ekan akalar, lekin yaxshi ishlab bergan. Step 200 dan keyin step 300 ni ko'ramiz. Foyda olmasak ham ziyon qilmagan biz bozorda. Xo'p, mana bu para qanaqa para ekan? Step 300 parasi biza 12 da bergan bo'lsak ham bayga tasdiq holat turgan ekan. Keyin bu selga stop loss berib bitta bozordan chiqqanmiz, bu selga tasdiq solmadi. Mana bu shamcha. Xo'p, 2x kiramiz bu joyda. Mana birinchi retestdan 2x kiramiz, minuslarni qoplab bozordan chiqib turamiz 0 holatda. Keyin yana retest kirib beryapti. Bu yerdan biza minimal risk holatda kiramiz va 1 ga 2 soatni ushlab bozordan chiqamiz. Xohlovchilar, men yana foydadan minimal risk qilib ishlab 1 ga 1 soat ushlab chiqib ketsam bo'lar. Bo'lgan, imkon bergan mana bu holatda ham 22:00 da. Hozir 23:15 dagi shamchamiz bayga buzib yopilmoqchi bo'lyapti. Hali ko'ramiz buni. Nimaga tasdiq beradi, qanaqa bozorga zonamiz ichiga yana qaytib zona ichida shamchi yopiladimi, buni ko'ramiz hali. Xo'p. Step 300 dan keyingi paramiz step 400 parasi. Step 400 parasiga biz 12 da zona bergandik, 12 dan keyin bergandik. Xo'p, mana bu holatda edi, 12:30 da selga tasdiq bergan. Xo'p, soat 13:45 da retest kirib beryapti. 1 ga 3 soat ichida zonamiz yurib beryapti akalar. 1 ga 3 soat ichida. Xo'p, sizlar 1 ga 2 da eng kamida 1 ga 2 holatda ushlab bozordan chiqqansizlar deylik. 1 ga 3 ushlamaymiz, 1 ga 2 da chiqib ketdik, lekin mana bu holatda yana bayga tasdiq beryapti, retest kirib beryapti, aynan shu zonadan ko'tarishni qaranglar. Real vaqtda ketyapti bu narsa. Xohlasanglar, agar bu zonalarni qanaqa olishdan o'rgatamiz, faqat reaksiyalaringizga qarab akalar.
Step 500 ni ko'ramiz. Step 500 akalar. Soat biza qaysi vaqtda bergandik? 12 dan keyin bergan edi. 12 da biz mana bu sergi tasdiq holatida ekanmiz. 12:30 da retestga chiqib beryapti. 12:15:30 da harakat qilib beryapti. Keyin yana selga bayga buzib qo'yapti, selga tasdiq berib olyapti. Tak 16:30 da retest bilan yana asosiy harakat qilyapti. Mana bu holatda ham hozir retestdan yana oqishni boshlayapti. Step 500 ham juda ham yaxshi ishlab beribdi. Steplarga rahmat. Keyingi paramiz jump paralarida. Jump 10 parasi qanaqa ishlab berganini. Xo'p, bizga 12 da zona bergan bo'lsa, bayga tasdiq deydi. Bu yerda 3 retest kirib beryapti. 14:30 da bir zonadan ko'ra birga 4 satnishli foydada yurib beryapti. Xo'p, bu zonamizdan bayga tasdiq bergan ekan, bu zonamiz keyin uni qaytargan. Bu tasdiq bergan, retest bergan, ketgan. Jump undan keyingisi jump 20 ni ko'ramiz. Ya 25 demoqchiman. Jump 25 ga bizga ikkita zona berilgandi. Xo'p, bizga 12 dan keyin zona bergandik. Bu yerda sel tasdiqda bor edi. Tasdiq borda retest yo'q edi. Biz chunki mana bu holatda retest berganda aslida 15 da. Bundan keyin biz zona bergan biz. Shuni hisobiga bozor 20:45 da hozir retest kirib berib, zonamizni kattaligidan ko'ra 1 ga 5 satnish endi yurib beryapti akalar. Zona kichkinagina. Juda ham ideal ishlab bergan buni qarang. Xo'p, jump 25 indeks ketdi. Shundan keyingi paramiz jump 50 indeks parasi. Mana bu ham juda ham chiroyli ishlab bergan akalar, qaranglar. Xo'p, biz zona 12 da bergandik. 12 da mana bu holatda 12:15 da o'zi harakatlanish boshlagan ekan. 11:45 da 11:30 da tasdiq bergan. 12:15 da harakati. Bu zonadan ko'ra bu ham kamida 1 ga 5 satnishni yurib beryapti. Volatility 50 ham ishlab beryapti. Volatility 70 volatility uzr. Jump 50 kechirasizlar akalar, soat 23:27 11:30 bo'lyapti. Kuni bilan ishdan keyin bu har bitta parani yana bitta o'zim ham sizlar uchun ko'rib chiqib, o'zim uchun ham ko'rib chiqib, nomlarini aytishda adashib ketyapman. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Volatility 75 parasini ko'ramiz. Volatility 75 parasiga ham biz 12 dan keyin zona bergandik. Xo'p, mana bu paramizga bu sel tasdiqda edi. Bu bayt birinchi 13:30 da bayt bunga kirib beryapti, ikkinchi zonamizga. Bayt tasdiq bo'lganligi uchun bitta ishlab beryapti tepaga. Juda ham chiroyli ishlab beryapti. Keyin mana bu zonamiz sel tasdiq beryapti. Biz bu narsadan chiqamiz, bu baytdan chiqamiz. Asosiy harakatni seldan bu yerdan sel kiramiz. Selga yurib beryapti. Xo'p, bay zonamiz nima qildi? Ikkinchi zonaga kelgandan keyin zona bozordan chiqib turamiz. Bu zonamiz qayerga tasdiq berishini ko'ramiz. Bu zonamiz ana bu vaqtda 17:00 da selga buzib yopilyapti. 17:15 da retestga kirib beryapti va asosiy harakatini davom etyapti. Buni qaranglar akalar. 4% dan ziyod harakatni jump 75 indeksi aynan bizani zonani buzib tasdiq berib retest bilan ketyapti. Prosta shedevr akalar. 75 dan keyin jump 100 indeksini ko'ramiz. Jump 100 indeksi, xo'p, biz zona bergan vaqtimiz 12 edi, qaytib retestga ham imkon ham bermagan, shu joyda flat bo'lib o'ynayotibdi. Jump indeksni o'tkazib olamiz. Keyingi paralarimiz hammamiz kutgan boom va crash paralari. Boom 300 nima qilganini ko'rib chiqamiz akalar. Boom 300 paralarida akalar, boom crashlarga stop losslarni juda ham yaxshi bilasizlar. Yana eslatishga hojat yo'q. Agar eslay olmasanglar, birinchi videomda turibdi. 2:15 tanasi bilan tepada buzib yopilsa stop loss bo'lgan bo'ladi. Mana bu narsaga qarab aytayapman. To'g'ri, 1:15 tepada buzib yopilgan, boom tasdiq bergan, crash bilan adashtiribman. Tasdiq bergan, lekin 2:15 o'zi zonani tagiga kirib yotib qolib beryapti. Ozginagina spike beryapti. Bu holatda bizga tasdiq yo'q, tasdiq bor, bu yerda kirgan bo'lsak, 0 chiqishga imkoniyat beryapti va harakat ketyapti ekan pastga qarab. Ko'rib turibsizlar akalar, bu 300 parasi tasdiqlarimiz yo'qligi evaziga asosiy harakat selga qarab ketyapti bugun hisobida. Bu bizga nima yordam beradi? Bu bizga asosiy seldagi minuslardan chiqib turishga harakat foyda beradi akalar. Boom 300 ketdi. Boom 500 ga ko'ramiz.
Boom 500 parasi nima qilgan ekan? Biza bugun 12 dan keyin zona bergandik. Mana shu vaqtda zona bergan ekanmiz. Bozor zona bergan vaqtda shu joyda bo'lgan ekan. Va 13:45 da retesga kirib beryapti. Bu serga ketyapti. Bayga tasdiq yo'q. Boom 500 da ham biza o'tkazib yubordik. Boom 600 ni ko'ramiz. Boom 600 tasdiq bor ekan, zonamiz kattagan ekan. Xo'p, 12 dan bozor qayerda edi? Mana bu holatda bo'lgan ekan bozorimiz. 12 da bayga tasdiq bor. Bayga tasdiq bor. Retes kirib beryapti. Zonamizdan 1/1 satnashida yurib beryapti. 1/1 yurdimi, biza bozordan chiqib, foydani olib, damni olib urishimiz kerak. Boom 600 ketdi, boom 900 tasdiq bilan kiramiz akalar. Boom crash paralarga tasdiqdan keyin hamma paralarga tasdiqdan keyin retes bilan kiramiz. Xo'sh, boom 900 paramizda kelsak, biza zona bergan vaqtimizda bozor xo'p 12:15 da ekan, sel tasdiqda turibdi. Zona biz lekin boomda bayga ishlaymiz. Mana bu 13:45 da bayga tasdiq bergan. Mana bu joyda juda ham kichkina ishlay bergan, lekin stop loss olgan ekan. Zonamiz katta bo'lib ketgan ekan shu bugun. Bundan buyoqqa harakat qilamiz. Boom 900 yoki boshqa boom crash paralarda zona ishlaytirishga. Boom 1000 parasi nima qildi? Ko'rib chiqamiz. Boom 1000 parasi biza zona bergan vaqtimizda soat 12 da edi. Tasdiq bermagan zonamizda tasdiq bo'lmaganiga retes ham bo'lmaydi. Asosiy harakat selga qarab ketyapti. Boom 1000 ni ham o'tkazib yubordik. Sababi imkon bermagan. Crash 1000 ni shu vaqt birdan ko'rib ketay. Crash 1000 ham mana bugun hisobida tasdiq bermagan. Bu asosiy harakat bayga qarab ketyapti. Buni o'tkazib yuborganimiz juda ham yaxshi bo'lgan. Kunlik prospektda qolib ketganlar bo'lsa sabr tilayman. Bu faqat uchib ketyapti. Retessiz yana crashda bay ishlayman degan bo'lsa agar. Crash 900 nima qildi? Crash 900 imizda tasdiq bor ekan akalar. Mana bu holatda biz 12:15 da zona bergan bo'lsak, xo'p, asosiy zonada mana birinchi zonamizdan tasdiq bergan. Mana bu tasdiq, bu retes. Ikkinchi zonamiz bayga tasdiq turganligi uchun qaytargan. Keyin mana bu joyda tasdiq beryapti ikkinchi zonamizda ham, lekin bu retessiz ketyapti. Crash 900 dan keyin crash 600. Crash 600 imizda tasdiq bor ekan, mana 12 dan keyin bergandik. Mana bu holatda edi bozor. Mana bu tasdiq, mana bu ikkita M15 ni bittasi tepada, bittasi pastga yopilgan uchun bu stop loss emas. Yana qaytib kirib beryapti, bunisi bayga buzyapti, bunisi zonaga kirib beryapti. Shu bilan tashlayapti. Mana bu holatda ham. Crash 600 bizda bugun juda ham yaxshi ishlab bergan ekan akalar. Aynan bizning zonamizda ikkita M15 tepaga buzib yopilmasdan turib, zonaga kirib olib, imkon berib, qayga ketishni aytib, juda ham chiroyli ishlab bergan ekan. Xo'p, crash 600 ketdi, crash 500 ni ko'ramiz. Crash 500 imizda nima gaplar? Bozor g'alati yuryapti chota. Ko'rib turganlar edi akalar, qaranglar o'zlaringiz ham. Bayga impuls beryapti, maksimum bilan yangilayapti, minimum bilan yangilolmayapti, asosiy harakat bayga qarab ketyapti, lekin crash bo'lsa ham shu parada bayga ishlayman desanglar juda ham chiroyli ishlayb bergan qaranglar. Zonamizdan tasdiq beryapti, retes beryapti, yana retes beryapti, yana bayga qarab ketadi. Tasdiq yo'q, crash 500 da selga, crash 500 da sel kirmaymiz. Sel kirishga tasdiq yo'q, shuning uchun kirmaymiz. O'tkazib yuboramiz. Crash 300 ni ko'ramiz. Crash 300. Xo'p. Nima qilgan ekan? 12:00 da biz zona berishni boshlagandik. Tasdig'i bor ekan. Zonamizga kirib beryapti 12:45 da, tashlab beryapti. 1 ga 2 satnashida, keyin ikkita M15 tepada buzilib stop loss yeyapti. Ikkinchi zonamizga boryapti. 1 ga 3 satnashni tashlab beryapti akalar, buni qaranglar. Juda ham chiroyli. Keyin bu yerda stop loss olyapmiz. Bitta M15 pastga buzilib tasdiq beryapti. 3 mujra tez kelyapti. Qaranglar, ketganini qarang aka. Yonma-yon. Crash 300 nima qilding ey? Xo'p, bugungi bizning paralarimiz shulardan iborat edi.
Mana bu paralarimiz. 30 ta paraga berilgani signalimiz. 30 ta para ham juda ham chiroyli ishlayvergan. Crash bo'mlarda asosiy harakatlar lekin tasdiq bermaganligi uchun qarama-qarshi tarafga bo'lganligi uchun o'tkazib yuborganmiz. Jump, volatility paralari hamda step paralari juda ham chiroyli ishlayvergan hammasini. Birinchi Telegram kanaliga qo'shilamiz, qaraymiz. Mana bu zonani nechida bergan ekan bizda tasdiq qayerga bergan. Berishimizdan oldin balki tasdiq bergandir, keyin retest kirganda ishlaganmizmi? Hammasini bemalol kuzatib, hozirgi vaqt bilan zona bergan vaqt solishtirib ko'rsalar bo'ladi akalar. Bu yerda hech narsa o'zgartirilmaydi, hammasi e'tibor markazida bo'ladi, yolg'on gap bo'lmaydi. Ishlagan bo'lsa ishlagan deyiladi, ishlamagan bo'lsa ishlamagan deyiladi akalar. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Bugungi videomiz tugadi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.